Assalomu alaykum, kanalimiz obunachilari. Ko'pchilik bugun xatirlashadigan so'k uyushmalik olishda ko'p odam tushunmaydi, qanday olin, xizmat olgan yaxshisidan deb. Bugun biz sizlarga mana Giffel firmaning 1000 wattlik so'k uyushmalikni obzor etib, tushuntirib, so'k chiqarib ko'rsatamiz. Bu Wekin firmanikan va Sonover firmanikan sotilgan, az bizlarda Giffel firmaniki va germanskiy Xitoydan teriladigan varianti. Az bir chetdan hammasini ichini ochib, tushuntirib ko'rsatamiz sizlarga. Bu so'k uyushmaligimizning afzalliklari shu ustundagi narsa 100% mana 100% tovlangandan keyin ishlaydi mana. Bo'lmasa ishlamaydi, xavfsiz. Yosh bolalar to'qqa tiqqan bilan ishlab ketmaydi. Bu shuytib olinadi mana. Olingandan keyin buna narsasi bormi? Glavniy so'k chiqaratan. Bu mana bu yoqqa olinadi. Endi buni motorga suv tushmaydi. Buni bilan buni yuvish kerak bo'ladi. Buni ana shu o'rtadagi temir ham olinadi mana. Shuytib ajratiladi, dim ansat. Mana hamma yer olinadi mana. Yuvishga ansat buni. Qadimgi so'k uyushmaliklarga o'xshab qiyin emas. Bu addeni bu yoqdan suv tushmaydi. Hozir buni tizib, sabzi bor. Shuni sizlarga chiqarib, so'g'ini ko'rsatamiz sizlarga. Qanday ishlashlarini hammasini. Mana shunday deb o'rnatiladi. Buna temirlar ham mana so'm temir, og'ir bir 1 kiloga yaqin bu og'ir qo'yiladi. Mana shunday deb yana shu yerga qo'yiladi. Ki shu narsasi mana shu yerga o'rnatiladi mana. Yutib mana o'rnatiladi, shuytib shirqet to'lanadi, keyin ishlaydi bu. Shugacha ishlamaydi. Xavfsiz. Mendan meva bu yoqdan solinadi, bu yoqdan italyan idishi bor, uni ham ko'rsatamiz hozir. Bu asosiysi 1000 wattlik bu. Bu kuchli bo'ladi, gashirlardan qiynalmay chiqaradi. Bizga obuna bo'lib kelganlar uchun ana shu 100 ming so'mlik doimiy mijoz kuponni 50 ming so'mdan beramiz. Buning afzalligi 1 yil amal etadi. Xohlagan narsaga savlashib bo'lgandan keyin yana 5% chegirma bilan xarid qilsanglar bo'ladi. Doimiy mijoz kuponi. So'k uyushmaligimiz mana sabzilarimizdan to'g'rab oldik. Hozir ishlash jarayonini boshlaymiz. Buning mana hozir ana shu yeri joyina bormasa ishlamaydi mana, to'qqa tiqqan bilan ishlamaydi. Bu 100% joyina borib, shirqet tovlangandan keyin ishlaydi. Hozir endi sabzi solish jarayonini boshlaymiz. Mana narsasi shu, mevalarni italash uchun. Bu narsani ishlatsak bo'ladi, bu o'zi ham mevani tortib ketadi o'zi. Endi so'k uyushmaligimizda mana ishlash jarayonini boshlaymiz. Mana birinchi ishlatamiz mana. Yoshlardan iloji bo'lsa, shu mana yerdan o'tatan kichkinaroq qilib solish kerak mana. Shu yerdan solaverasizlar mana. Bu yoqni mo'sirini chiqaradi, bu yoqni suvini chiqaradi. Endi tortib ketadi mevani. Kichkinaroq qilsangiz tezroq tortib ketadi. Bu yoqni mana suv jinalib boshadi, bu yoqdan mana mo'siri chiqib boshadi mana. Mana qop-quruq mana. Bu yoqda suv jinaladi. Ko'proqdan solsam ham bo'ladi. Endi mana suvni ochamiz mana hozir bu yerda. Sabzining suvi originali. Mana tabiiy so'k, sabzining tabiiy suvi. Hech qanday qiynalmaydi mana gashirdim. Qolaverasizlar shunday deydi. Sabzilarimiz ham tayyor. Mana bu qolaverasizlar. Buni bilan itilaversanglar ham bo'ladi, bu zarur emas, bunday. So'k ketdi. Ko'proqdan solsam ham bo'ladi. Bir tavsiya, agar shunday deb saqon vaqtlaringizda sal qiynalib qolsa, orqaga yurish funksiyasi bor bunda. Orqaga yurdirasizlar mana. Hammasini orqaga chiqarib tashlaydi mana. Mana ichini bu yoqdan ko'rsatsangiz ham bo'ladi. Orqaga chiqarib tashlaydi. Keyin yana oldiga bosib ketaverasizlar yana. Qaytadan yana chiqarib tashlaydi. Orqaga bir yurdirib olasizlar, agar ko'proq so'rasanglar. Aslida so'k chiqib ketdi. 1000 watt bo'lgani uchun qiynalmaydi. Shuning uchun 1000 wattligini olishni maslahat beramiz. 3 gashir to'g'rab yedik, mana anchagina so'k chiqdi mana. Mana 3 dona sabzimizdan chiqqan so'k mana, tabiiy so'k, anchagina so'r. Endi buni ochishni yana yuratamiz mana. Ustundan mana bu yoqqa aylantiriladi, ana shu yerga olinadi mana. Endi buni yuvish uchun shu yuqori ko'tariladi, bo'ldi mana. Bu yoqdan suv tushmaydi. Bunalarni shu videoning boshida ko'rganda olinadi, yuvib tashlanadi, bo'ldi. Ansat xavfsiz etib chiqarilgan. Do'konimizning manzili Beruniy tumani Shayx Abbos Valiy jome masjidining ro'parasida Ko'kmara magazin. Ertalabki soat 9 dan kechqurungi 18:00 gacha ishlaydi.